Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Thursday, November 14th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 131. And the topic of today's lesson is don't be so sure. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, Egypt. Egypt. Number 2, abroad. Abroad. Number 3, worry. Worry. Hoş arkadaşlar, gördünüz, bugünkü dersimizdenki yeni sözler anca köp emas. Şundaq bolsunmu? Oquluşunu gördük, sözlerinki endi biz ma'nilari bilan tanışıp chiqsaq qarang. Number 1, Egypt. Bu Misr davlat ismi. Misr bu aşını Egypt dedi İngiliz tilida, okay? Number 2, abroad. Bu chet el degan gap. Bu bir ravish so'zi, albatta ism emas. Endi ishlatilishini nimada tekst, dialogda tafsiliy ko'ramiz. Ravish so'zi. Masalan, chet elga, chet elda, chet eldin degandek ishlar. Ma'nilari bor albatta. Unda konkret zodi chet elda demdoq yoki chet elga demdoq yoki chet eldin demdoq. Uni shu jumla ichida ko'ramiz, okay? Xo'sh, number 3, worry. Worry degan ansirash degan gap. Masalan, I worry about you too much desak, men sendan bak ansirayman degan gap. Okay? Masalan, don't worry desak nima bo'ladi? Ansirmagan degan bo'lamiz. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, darsimizninki yangi so'zlarninki o'qilish ahvoli va ma'nilarini ko'rdingiz. Endi biz qanaqa qilamiz? Albatta, tekst o'rganamiz. Tekstdan burun ma'lum nima darsimizninki temasiga bir nazar solib don't be so sure deydi. Bu sizga tunishlik bir jumla amaliyotda ancha vaqtni tunish emas. Don't be degan unda bo'lma degan gap bu. So degan bunchalik yoki unchalik. Okay, sure degan jazmlashtiradigan degan ma'nosi bor so'zda. Masalan, I am sure desak, men jazmlashtira olaman yoki men jazmlashtirman degandek bir gap tug'ar. Undan sonra don't be so sure deganni qarshi tarafga degan bir iltijo so'zi yoki buyruq ma'nosidagi so'z desak, unchalik jazmlashtiradigan bo'lma demoqchi ekanda. Unchalik jazmlashtiradigan bo'lma. Nima degan gap zodi bu? Unda kesib aytib etma degandek ishda bir ma'nosi bor buning. Ko'shim ma'nosi albatta, okay? So'z tarjima qilsak ba'zida chiqmaydi u ma'nosi. Albatta ko'shim ma'nosiga qarashga to'g'ri keldim shu yerda. Okay, gapni tushunishlik bu. Unchalik kesib aytib etma degandek ishda bir ma'noga ega demoqchi bu gapning ma'nosi. Darsimizning temasining ma'nosi. Don't be so sure. Okay? Conversation'ninki suali bugungi darsimizningki. What's the problem about deciding on a holiday? Buningki problemni savdoshlar tuniydi. Masala degan gap. Deciding degan decide ninki ismda shakli. Decide degan nimati? Ismda shakli desam hayron qolmang. Decide degan qaror qilish, fe'l. Deciding deganimiz ham o'shada shu qaror qilish degan fe'lninki ismga o'xshaydigan shakli, ya'ni ism shakli. Buni biz albatta fe'llarning ism shaklini ism demaymiz. Uningga bir ism, uning bir nomi bor. U nima? Ismdosh. Ismdosh deganimiz albatta shu fe'llik ma'noga ega ism shakli degan gap, ma'lum bir so'zningki. Bo'lib fe'llarninki o'shada. Uzun gapning qisqasi deciding degan shu qaror qilishninki ismda shakli. Nimani qaror qilish deydi? Deciding on a holiday, ya'ni bir dam olish o'tkazishni qaror qilish degan gap bu. Dam olish o'tkazishni qaror qilish. Bundan what's the problem? Masalan, nima degan gap bu? Nima to'g'riliq? Shu dam olish o'tkazishni qaror qilish to'g'risidagi masala nima demoqchi. Dam olish o'tkazishimizda bir qaror qilayotgan bo'lsa, ma'lum bir odam yoki ikki odam o'zaro maslahat kengashib qilishi. Qayerda dam olish o'tkazsak, ular ayaga boraylikmi, yamiyaga boraylikmi deb deyishganda shu qaror qilishga to'g'ri keldi-ku, demoqchi. O'sha haqida bir masala bor demoqchi bu yerda. Ya'ni dam olish o'tkazish haqida qaror qilishdagi masala nima demoqchi. Shu to'g'risida bir masala bor degan gap chiqdi bu yerda.
Şu meseleni so'rayapmiz. Okay? Nim mesele va buni qaror qilishda degandakchu. Okay, mushu savolni esimizda ching tutib qandaq, endi biz dialogni o'rganamiz albatta. Dialog, mono dialog shu, lesson 131. Don't be so sure, deydi. Okay? Qarasangiz, dialogni ko'rishdan burun rasmni bir ko'zdan kechirib olsak-ki, ikki er paranglashib o'tibdi, ha? Ndasi bu, qarasangiz ma'lum bir uchurlarga ega bo'ldi. Bu ikkisiniki oldida nurg'un iliqi, masalan, davlat yoki joylarninki tashviqot varaqlari bormi nima oldida, shularni tanishtiradigan. Masalan, Italy deb turdi, ustalning ustida Italy degan Italiya degan gap bu. Anki Spain deb turdi, Ispaniya degan gap. Anki oldimiz rasmning tigidiki joy qarasangiz Paris deb turdi, Parij. Alps degan shu tog'ning ismi Yevropadagi. Anki sunny Spain deydi. Ya'ni kun nuriga to'lgan Ispaniya demoqchi bu. Hamshar bir gapni qistirib qo'ysak, Ispaniya nayda dangliq bir sayohat nimasi hisoblandi, manzili hisoblandi. Yevropada nayda moda, hatto Amerikalarda, hatto butun dunyoda deyishkim bo'ldi. Nayda qizg'in hamma odam berishga talpinadigan bir sayohat nuqtasi Ispaniyachu. Sayohat manzili, nayda kun nuri, nayda chiroyli, davomli kun chiqib turadigan, havo tutilmaydigan, dengiz bo'ylari nayda rohatli bir sayohat nuqtasi ekan. Shunga sunny Spain deb kun nurliq Ispaniya deb atag'ini shu. Uzun gapning qisqasi bu rasmda shu ikki erninki paranglashayotgan bir manzarasi turdi. Undan ularning oldida nurg'un sayohat nuqtalarininki nimasi bor desak, tunishtirish tashviqot varaqlari. Okay, yoki kitobchilari degandek. Okay, mustaraq bir oq ko'rinishgan bu. Endi tafsili shu nimaninki dialogning ichiga kirib kelsak, menga agish bir qatim o'qiydigan bo'lganimiz boshda. Okay, qarang, Martin bunday boshladi gapni. Where are you going to spend your holidays this year, Gary? Yana bir qatim, Where are you going to spend your holidays this year, Gary? This is Gary nimdab javob berdi. We may go abroad. We may go abroad. Deb javob berdi. Deb bo'lib, I'm not sure. I'm not sure. Deb bo'lib, my wife wants to go to Egypt. My wife wants to go to Egypt. I'd like to go there too. I'd like to go there too. We can't make up our minds. We can't make up our minds. This is Martin Little. Will you travel by sea or by air? Will you travel by sea or by air? Diganti Gary Little. We may travel by sea. We may travel by sea. This is Martin. It's cheaper, isn't it? It's cheaper, isn't it? Diganti Gary. It may be cheaper, but it takes a long time. Endi biraqla o'qisa qaragan, ikki oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumla bu. It may be cheaper, but it takes a long time. This is Martin. I'm sure you'll enjoy yourselves. I'm sure you'll enjoy yourselves.
Degenti Gary'nin dedi, don't be so sure. Don't be so sure. We might not go anywhere. We might not go anywhere. My wife always worries too much. My wife always worries too much. Who is going to look after the dog? Who is going to look after the dog? Who is going to look after the house? Who is going to look after the house? Who is going to look after the garden? Who is going to look after the garden? We have this problem every year. We have this problem every year. In the end, we stay at home and look after everything. In the end, we stay at home and look after everything. Xo'sh, do'stlar, shu nuqtada men uning deydig'ini sizga bak ayam bo'lib ketdi. Yana qaytlab qo'ysam, keyinga yandurib qayta anglashni bilasizmi? Okay? Bu to'rdagi bo'libmi YouTube'dagi videoningki afzalligi shu qanday qaytirib anglayman, million qatim qaytirib keyinga yandurib qayta anglayman desang bo'ldi-ku. Okay? Qayta anglab, to'rab o'qib mashq qilasiz. Amsa o'qib mashq qilishingiz o'zingiz qoldi. Endi qanday qilamiz biz ma'nosi bilan tushunib chiqaylik. Tunishib chiqaylik qarang dialogimizdan keyin. Okay? Martin dedi, "Where are you going to spend your holidays this year, Gary?" Gerçi uzun bir cümle olsa mı korkunç hiç qanday yeri yok. Bu alıqda be going to. Yani bundan da qilmoqchi degan alıqda kelgusi zamanni bildiradigan bir cümle şekli bu. Tushunishmi bu? Be going to. Be degan shu are degan shu be bel shu bu. You ga are ishlatimiz bu. Qarang. Qayerda qilmoqchisizlar deydi. Nimani qilmoqchi? Spend your holidays. Ya'ni dam olishinglarni o'tkazish, spend degan o'tkazish bu. Masalan, dam olish o'tkazish degan ma'nosi bor spendingga. Masalan, pulga ishlatsak, xarjlash degan ma'nosi bor, bilasizmi? Undan so'ng where are you going to spend your holidays degan deyotganmiz. Sizlar qayerda dam olishlaringlarni o'tkazmoqchi? Be going to. Unda qilmoqchi degan ma'nosi bor. Undan so'ng sizlar qayerda dam olishlaringlarni holidays deb as qo'shib ko'plikda ifodalaydi. Balki bir odamdan so'ramadimi? Ya'ni sen deb so'ramay, sizlar deb so'raydi. Balki arayalni so'rayotganning bir nimasini bilyapsiz, shabsini bilyapsiz ma gapdim. Holidays degandim. Holiday deganimda bir odamning dam olish o'tkazishi. Holidays bo'lsa ko'plikka yotadiganligini bilasizmi buni demasam. Okay? Ya'ni buni sen qayerda dam olishingni o'tkazmoqchi emas, sizlar dam olishinglarni qayerda o'tkazmoqchi deb qoldirganligimizni bilyapsizmi? Okay? This year bu yil Gary qarashtiryapmizmi? Shunday qo'y. Ya'ni sizlar bu yil qayerda dam olish o'tkazmoqchi deb jonliq deymiz-ku Uyg'ur tilida. Gary, okay? Desa Gary nima deydi qarang. We may go abroad. May degan nima? Balkim degan gap. Ya'ni bir xil ehtimollikni bildiradi. Okay? Ehtimollikni bildiradigan imkon fe'l bu may degan. Ya'ni biz balkim berishimiz mumkin chatalga dedi. Go abroad. Ya'ni chatalga berishni go abroad deymiz. Hargizmi go to abroad demaymiz do'stlar. Okay? We may go abroad. Biz chatalga berishimiz mumkin deydi. Men ham bir qatim desam, bir xil ehtimollikni bildiradigan so'z tarjima qilganda balkim munda qilish degandek ashta bir ma'noda olamiz buni. Okay? We may go abroad. Biz balkim chatalga berishimiz mumkin deydi.
deb bo'lib I'm not sure. Men jazmlashtirolmayman yoki men kesib aytolmayman degan gap bu jonliq tilda desak. Okay? Yine men bir nima deyolmayman desak bo'ladi. Deb bo'lib my wife wants to go to Egypt dedi. Mening ayolimning wants to degani wants to bizim degani shu unda qilg'isi bor degan gap qo'y. Okay? Yoki qilmoqchi degandek. Okay? Yine qilg'isi bor deb olamiz albatta. Masalan, I want to go desak mening bag'im bor degandek-ku. Xo'sh, mening ayolimning nim qilg'isi bor. My wife wants to go to Egypt. Misrga bag'isi bor deb olamiz. Want degan qilg'isi bo'lish, nimani qilg'isi bo'lish, berishni qilg'isi bo'lish, ya'ni bag'isi bo'lish degan gap bu. Bag'isi bor. Okay? Tonish jumla shakli ma'lum sizga. Endi men bak yeshib tushuntirayotganim bu ma'lum. Aniq bo'lib ketsin degan maqsad. Ya'ni ayolimning Misrga bag'isi bor deydi deb bo'lib I'd like to go there too. I'd like to would like ma'lumdi. I and mumkin pashti degan ma'lum. I would menki qisqartirimiz bu buni bilasiz. Shu would like deganni bunda xolash deb bilgan ekan to'q. I'd like degani menda men xolayman degani. Nimani to go there ashaga berishni. To degan mu, ya'ni men mu demak chiqmayadi. I'd like to go there too degani men mu ashaga berishni xolayman degan gap bu. Okay? That look, we can't make up our minds. We can't degan biz bunda qilolmaymiz demakchi. Make up degan shu yasash degan gap amaliyotda nimani yasash? Our minds. Mind degan mishada fikr degan ma'nosi bor. Ya'ni qaror degandek-ku. Ya'ni make up our minds degan shu fikrimizni yasayammiz demakchi. So'z ma'nosi bo'yicha tushunsangiz. Make up degan shu yasash bir narsani o'rinlash degandek ma'nosi bor. Endi make up our minds degani shu fikrimizni masalan bir yerga akilammidoq yoki bir qarorga kelammidoq deb olamiz jonliq tilda. Okay? Masalan qarshi tarafga ashta desak masalan qarang, nimani bildirdi? Make up your mind desak bir odamga agar mushta desak nima bo'ladi? Bir qarorga kelgina degan bo'lamiz, jumi. Make up your mind. Voy bir qarorga kelgina degan ma'nosi bor. Demak, make up masalan someone's mind, ya'ni ma'lum bir odamningki bir qaror kelishi degan ma'nosi bor. Undan so'ng we can't make up our minds deganni tushunganmiz. Biz bir qaror kelolmayapmiz deb tushunamiz. Mind degan shu kalla, fikr degan ma'nosi bor. Make up degan shu o'rlash, yasash degandek-ku. Okay? Xo'sh, Gary ashta dedi. Baştan bir qatım esingizga solsam parangning mazmunini Martin deb so'ragandi. Bu yil dam olishinglarni nada o'tkazmoqchi bo'lasizlar? Gary deb so'radi deyli. Gary qopib balkim chet elga chiqishimiz mumkin. Men bir nima deyolmayman deb bo'lib, mening ayolimning Misrga vog'isi bor deb bo'lib, meningmi o'sha berishni xohlayman deb bo'lib, biz bir qarorga kelolmayapmiz dedi-ku. Okay? Bu gapni anglab Martin munda dedi. Will you travel by sea or by train by air? Will you degani munda qilamsizlar deb qildi. Abiyam are you going to deb so'ragandi. Endi will you deb so'radi. Nimish abiyam are you going to ni so'raydi? Be going to ning ma'nosini bilasiz men deb bergan. Munda bir necha vaqtning yoqi qilib kelayotgan planga asosan munda qilmoqchi bo'lish degan ma'nosi bor. Albatta tarjimada unda deb o'tmaymiz, unda o'sha gap o'tmaymiz. Masalan, I am going to go masalan I'm going to go to work desak, men ishga bormoqchi degan gap bu. Bu yerdagi be going to ni hozir dedim, necha vaqtdan qilib kelayotgan planga asosan kelgusida munda qilish degan ma'nosi bor dedim. Ağzaki tercümede demdik bunu demeyiz. Mesela ben neçə vaxtdan yoki qilib kelayotgan planımga asosan ishlamaqchi demdik. I'm going to go to work ne? Ishga bormoqchi deganni. Unda demaymiz, unda o'sha gap o'tmaymiz. Yig'incha yig'ishlik qilib deymiz, men ishga bormoqchi deymiz, I am going to go to work ne? Demak, o'g'lim uzun gapni qisqa qilib be going to degan neçə vaxtdan qilib kelayotgan planga asosan
kelgusida bunda qilish degan ma'nosi bor. Be going to ningki. Will ningchi naq shu vaqtning o'zida, shu maydonning o'zida tuyuqsiz kelgan qarorga asosan bunda qilish degan ma'nosi bor. Har ikkilisi kelgusi zamonni bildirdi, ya'ni bunda qilish, bunda qilmoqchi degan ma'nosi bor. Be going to bilan will ningki. Farqi men hozir degandek be going to degan necha vaqtdan kelayotgan planga asosan bunda qilmoqchi degan ma'nosi bo'lsa, will ningki shu naq maydonda tuyuqsiz kelgan qarorga asosan bunda qilmoqchi degan ma'nosi bor degandim ku. Shu gapni bir asl o'tkinim hozir ham gaplarni degan. Unda asma will you travel by sea or by air deb so'rg'ini. Sizlar bunda qilmoqchimi degan gap ku. Nima demakchi? Travel. Safar qilishni. Unda sizlar safar qilmoqchimi? Qandaq? By sea. Dengiz orqali or by air. Yoki havo orqali deydi. Unda dengiz orqali degani qandaq? Shu bir paraxod deb jinasiga o'tiramsizlar. Degani u by air degan shu aeroplanlik demakchi ku. Unda söz ma'nosi bo'yicha olsak by sea degan dengiz orqali degan gap. By air degan havo orqali degan gap. Buni nima deb olamiz jonliq tilda? Sizlar dengiz orqali paraxodlik safar qilmoqchimi yoki aeroplanlikmi yoki paraxodlik bormoqchimi yoki aeroplanlik bormoqchimi desak bo'ladi. Okay? Yoki boramsizlar. Will you travel degan shu. Munda safar qilamsizlar yoki munda boramsizlar degani bu. Okay? Ya'ni dengiz orqali yoki havo orqali. Tushundingiz ishqilib are you going to deb so'ramayotdi, balki will you deb unda so'rayotdi. Chunki agar are you going to travel by sea or by air degan bo'lsa, shu planga asosan degan ma'nosi bo'ladi. Will you deb so'ragani shu daqiqa shu tapda qanday qaror qilyapsa deganda shu bir narsadan derak beradi demoqchi men. Okay? Will you travel by sea or by air? Sizlar paraxodlik bormoqchimi yoki aeroplanlik bormoqchimi? Okay? Yoki paraxodlik boramsizlar yoki aeroplanlik boramsizlar? Will you travel? Okay, mana diqqat qilyapsiz, ha? Bu gapni anglab Gary nim dedi, we may travel by sea. Martin, will you deb so'radi. Gary, we will deb javob bermadi lekin. Nim deb javob berdi balki we may. Adam degandim mayning ma'nosi nima? Bir xil ehtimollikni bildirdi degandim ku. Ya'ni bu yerda jonliq tarjimada biz balkim bunda qilishimiz mumkin deb olamiz ku. Qanday qilishimiz? Travel by sea. Safar qilamiz dengiz orqali, ya'ni paraxodlik demakchi. Ya'ni we may travel by sea deb olamiz. Biz balkim dengizda safar qilishimiz mumkin yoki paraxodlikka berishimiz mumkin deb olamiz bu. Okay? We may travel by sea. Biz balkim paraxodlik boramiz yoki biz paraxodlik berishimiz mumkin deydi. Mayni tushuning, bir xil ehtimollikni bildiradigan, balkim bundaq qilish degan ma'nosi bor. All right? Bu gapni anglab Martin nim dedi, it's cheaper, isn't it? It's cheaper degani bilasiz, u bo'lsa arzonroq degan gap. Bu cheaper degan qanday so'z bo'ladi? Agar yodingizda bo'lsa, cheap ninki selishtirma darajasi. Cheap degan arzon degan sifat so'zi idi. Cheap arzon. Undasa arzonroq ne yoki texmi arzonni nima deydi? Cheaper deydi. Cheap ning kaniga er qo'shib shunaqmi? Undasa it's cheaper degani u arzonroq bo'ladi, isn't it? Unda emasmi ya deydi. Okay? This is Gary Kopop. It may be cheaper. U balkim arzonroq bo'ladi. It may be. May be degani shu. Diqqat qiling, may balkim degan gap be bo'ladi, cheaper arzonroq. Unda u balkim arzonroq bo'ladi, but lekin it takes a long time. Long time degan uzun vaqt degan gap. Take degan shu elish degan gap, masalan, vaqt elishga elish. Chunki masalan, u oladi uzun bir vaqtni deydi. Ya'ni balki arzonroq bo'lishi mumkin, lekin jiq vaqt oladi degan gap ku. Take no ma'nosi nimishqa takes deb as qo'shilib keladi jumlaning egasi it unutqanman. It takes a long time. Ya'ni bu shu safarni demakchi. Uzunroq vaqt oladi deydi jumla. Ya'ni paraxodni berishning gapini qilyapti. Shundaq-ku. Boshda will you travel by sea or by air deb so'radi Martin.
Gary nimda cevap verdi. We may travel by sea degende Martin kopop it's cheaper isn't it? Bu azana qolduğunda emasmi ya dese yoki shundami ya yoki unda emasmi ya deb canlı qolamiz. Gary nimdir bu gapga javoban it may be cheaper but it takes a long time deb javob berdi. Xo'sh, Martin nimdandin I'm sure you'll enjoy yourselves. Qarang, endi muhim yerga keldik darsimizdan. I'm sure degani men jazmlashtira olmayman degan gap. You will enjoy yourselves degan sizlar o'zinglarni huzurlansizlar degan gap bor. Uyg'urchada bunday gap yo'q. Bir odamga siz cho'qim o'zingizni huzurlansiz desak, kallang ishib qolmagandi deydi. Shunaqmi? O'zingizni huzurlansiz demay, cho'qim yaxshi o'tkazsiz, cho'qim yaxshi o'ynab kelasiz, ko'ngilli o'ynab kelasiz demak cho'qim yerdim gapning ma'nosi. Unda jonli tilda Uyg'urcha qanda men kesib aytolmaymanki, sizlar cho'qim xushal o'ynab kelasizlar yoki yaxshi o'ynab kelasizlar dedi. Bu gapga asosan bu gapga qarta Gary nim deb javob berdi. Don't be so sure dedi. Unchalik kesib aytmayman dedi. Unda Martinning agipi I'm sure you'll enjoy yourselves degani nima shu? Sizlarning ko'ngilli o'ynab kelishinglarga men ko'ngilli o'ynab kelishinglarni men kesib aytolmayman degan gapiga qarta Gary nim degan bo'ldi. Unchalik kesib aytmayman dedi. Don't be so sure. Okay? Bir adam I'm sure bizim desa sizlar desangiz bo'ldi. Don't be so sure deb. Unchalik jazmlashtirib ketma yoki unchalik kesib aytma degandek-ku. I'm sure degan taraf bir gap endi. Men kesib aytmanki degandek-ku. Yoki men jazmlashtirmanki. Okay? Mayli qanday bo'lsin, Martin'ninki I'm sure deganni navada men jazmlashtirmanki deb olgan bo'lsangiz, Gary'ninkini unchalik jazmlashtirib ketmang deb olasiz. Parallel bo'lsin. Gapga gap udil kelsin demakchi. Agar Martin'ning gapini men kesib aytolmaymanki deb olsangiz, Gary'ning gapini shuningga masalda unchalik kesib aytib ketmang deb olsangiz bo'ldi. Mana til degan jonliq narsa shunday-ku. Xo'sh, Gary nima ish bunday deydiganda, unda unchalik kesib aytib ketmang deb. Birsi men kesib aytmay cho'qim yaxshi o'ynab kelasizlar, davasa unchalik kesib aytib ketmang. Rahmat deyishning o'rniga unchalik kesib aytib ketmang, nima ish bunday deydi qarang, ha? We might not go anywhere. Might degan nima? Might degan mayga o'xshab turadigan bir xil ehtimollikni bildiradigan bu bir imkon fe'l. Lekin buning ma'nosi maydan sal ojizroq bo'ladi. May degan ehtimolligi yuqoriroq. Mightning ehtimolligi to'g'riroq bo'ladi qarang. Yana we may desimi bo'ladi albatta. Lekin we may demadi nimishqa? Men dedim hozir mightning nimasi ehtimolligi to'g'riroq deb. Bunda bo'lsa to'g'riroq ehtimollik shuki demakchimi yana mightni ishlatish haqli. Albatta unda da tarjima o'tamaymiz. Uzun gapning qisqasi we might not go anywhere degan biz balkim not go bormasligimiz mumkin dedi. Anywhere hechga. Unda biz balkim hechga bormasligimiz mumkin. Abiyam we may go abroad may ishlatdi. Miyada we might not go anywhere might ishlatdi. O'zingiz o'ylang. Oldidagi may ishlatishning sababi demakchi chatalga berib qilishimizning ehtimolligi yuqoriroq degan ma'no chiqdi. Endi we might not go anywhere degan jumlada might ishlatishning sababi yana biz hechak bormasligimiz mumkin degan gapda might ishlatishning sababi shu. Bu xil ehtimollik sal to'g'riroq demakchi-ku. Munda diqqat qiladi ingliz tilida, jumla diqqat qiling. Demakchi mushadni ko'rdingiz endi may bilan mightning farqini. Har ikkilasi ehtimollikni bildirdi, ma'lum bir ishninki bo'lish ehtimolligini. Balki bundan deb olamiz. Lekin farq qanday? Mayning kuchliroq ehtimolligi, bo'lish ehtimolligi demakchi. Mightningki sal to'g'riroq bo'ladi. Okay? Odamningki gapiga asosan ashtaq tushunishga bo'ldi demakchi. Agar bir odam may yoki mightni ishlatsa, okay, men mayni ishlatdi, bu mush ishga nisbatan o'zining qilish ehtimolligini yuqoriroq ifodalayotdi deb tushunsangiz bo'ladi. Mightni ishlatsa to'g'riroq ifodalayotdi.
mush ishqa nisbatan o'zininkilig'i mayilliq xohishini deb tushunsiz ku bunu men deyish ketmaydi ku. Okay? Xo'sh, u gapdan keyin nima dedi Gary? My wife always worries too much. Mening ayolim doim abiyam worry'ni degan to'q worry'ni ansirash degan to'q. Ansiraydi too much. Bakchiq dedi. Mening ayolim bakchiq ansiraydi. Davomli bak ko'p ansiraydi dedi. Who is going to look after the dog? Be going to degan jumla shakli ma'lum. Bundan da qilmoqchi, ya'ni kelgusidagi ya. Necha vaqtning yaqib kelayotgan planga asosan degan gap yana bir ismga asosan. Dasa who is going to nima? Look after the dog. Look after degan nima? Holidan xabar olish degan gap. Dasa dog ishdan, dasa kim ishning holidan xabar oladi? Who is going to look after the house? Kim uyning holidan xabar oladi? Who is going to look after the garden? Kim gullikning holidan xabar oladi yoki bog'ning holidan xabar oladi? We have this problem every year. Bizda bu masala har yil edi. Bizda har yil mush masala bor edi. Okay? Eng oxirida in the end, eng oxirida degan gapim uzilib kelib qoldi men gapda. Mening eng oxirida deganimni tushundingiz, demakchi. Mush dialogning eng oxirida demakchidim. Hozir men gapning eng oxirida mush gap chiqyapti. In the end, eng oxirida degan gap. We stay at home. Biz qalamiz uyda yoki turimiz uyda and look after everything. Shundaqla hamma narsaning holidan xabar olamiz dedi. Demakchi Martin deganda cho'qim yaxshi o'ynab kelasizlar, men jazmlashtira olaman yoki kesib etman deganiga Gary degan bo'lganda, unchalik kesib etib ketman deb bo'lib, biz balki men shak bo'lmasligimiz mumkin dedi deb bo'lib, ayolim bakchiq ansiraydi doim deb bo'lib, kim ishning oldidan xabar oldi, kim uyning oldidan xabar oldi, kim gullikning oldidan xabar oldi deb kelib, bizda har yil mush masala bor deb bo'lib eng oxirida ya'ni bundoq qilib cho'gilab eng oxirida demakchi bo'lmay in the end degan. Ya uni deb bundoq plan qilib in the end eng oxirida biz uyda qolib hamma narsani holidan o'zimiz xabar olmaymiz demakchi u. Okay? Başta planını sokurken ayak varaylı, anda varaylı, mında qalaylı deb anannikini oxirida ay bo'ldilar uyda qolib hamma narsani oldin o'zimiz alayli deb turib qoldi ekan. Shundaqmi? Okay? Tushundingiz, lekin mening taklifim qayta o'zingiz boshdan bir o'qib, yodlab, ko'chirib yozib etdi. Tarjima qilib etdi. Okay? Chiqishni o'zingiz bilasiz, men qolganini demasam. Xo'sh, shunda hozir savolga javob berib deysiz, o'rtoqlar. What's the problem about deciding on a holiday? Yani demelishki berishni qaror qilishda yoki qaror qilishda nima masala bor yoki qaror qilishdagi masala nima demoqchi bu. Okay? The problem is qanday javob beramizmi? What's the problem about deciding on a holiday? The problem is Gary's wife worries too much, so they stay home in the end. Deb javob bersak bo'ladimi sizcha? Masala shuki, Gary'ning ayoli bakchiq g'am qiladi yoki ansiraydi. Shundoq qilib yoki shuning bilan ular eng oxirida uyda qolib qoladi deb javob bersak bo'ladimi? What's the problem about deciding on a holiday? The problem is Gary's wife worries too much. Okay? Ya'ni damalishga berish to'g'riliq yoki damalishga berishni qaror qilish to'g'riliq nima masala bor yoki masala nima bu vaqt bu yerda nima masala bor degan gapga masala shuki, Gary'ning ayolida bak g'am qiladi, oxirida ular uyda qolib qoladi degan. Okay? Undan so'ng so'zlarni va jumlalarni dialogni o'qib, yodlab, tarjima qilib berishni qanday o'zingizga topshiraylik qolgan mashqni. Undan biz kechiktirmay lesson 132 ni qanday qilamiz hozir ishlaymiz mashq darsini.
He may be umundamda bo'lishi mumkin deydi. He may have been umunda bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. May have been degan have been dan bilyapsiz. Hozir kutgan zaman var. Hozir kutgan zaman shaklida umundamda bo'lgan bo'lishi mumkin deganni ashta ifodalaymiz. He may be degan hozir oddiy zamonda ifodalanishi. I'm not sure. Men bilim diyemeymen, yoki kesib aytolmayman, yoki jazmlashtirolmayman. Okay? Unda og'zaki mashqlarda qarang. Birinchi rasmda bunday deydi qarang. Madem Adamdan so'rayotdi. Where is Harry? Harry nerede? deb so'rasa, Adam deb javob berdi. He may be in his room. Balki o'zining uyida bo'lishi mumkin deydi. He may be. Be degan is degan nimaninki BPL'ninki asl shakli qo'y. Ya'ni be degan shu. BPL'ning asl shakli qo'y. Bo'lish degan ma'nosi bor qo'y. Masalan, plan yerda bo'lish, ya'ni in his room o'zining uyida bo'lish demakchi. Ya'ni he may be in his room degan nima o'zining uyida bo'lishi mumkin demakchi bu yerda. Deb bo'lib, I'm not sure. Men bir nima deyolmayman deydi. İkinci resim, where will he go? U nega bordi ekan degan gap bu. Yoki u nega bormoqchi, yoki u nega boradi. Kelgusi zamonda ifodalayotdi. Desa, yana bir odam qo'pib, he may go to the cinema. U balkim nimaga kinoxonaga berish mumkin degan gap bu. I'm not sure. Bilyapsiz, maybe, may go deb kelyapti, ha? Okay? Number 3. Why is he late? U nima kechikdi degan gap bu. Yan bir adam nima javob berdi? He may be busy. U balki aldirash bo'lishi mumkin demakchi bu. Okay? I'm not sure. Men bir nima deyolmayman, yoki men kesib aytolmayman, yoki men jazmlashtirolmayman. Okay? 4-chi rasm. What is he doing? U nima qilyapti? He may be reading. U balki o'qiyotgan bo'lishi mumkin. He may be reading. Is deganni may be deb aytmoqchi. May kelgandikilar Kanadan BPLning o'zi kelganligini bilyapsiz-ku. May kelmagan ahvolida har qaysi almashlar uchun har xil shakllarda keldi. Is, am, are deb ma'no bilasiz-ku. What is he doing? He may be reading. Hargizmi he may is reading deb gap yo'qmi? May degan demakchi o'g'lim nima aloqa? İmkan PL kelgandikilar Kanadadagi BPL qandaq o'z shaklida keldi. Agar may bo'lmasa, BPL har xil almashlarga har xil shaklda keladi. Masalan, he-ga is, I-ga am, you-ga are degandek. Buni bilasizku, ha? Okay? Uzun gapning qisqasi, what is he doing? U nima ish qilyapti? He may be reading. U balkim o'qiyapti. Yoki o'qiyotgan bo'lishi mumkin. I'm not sure. Men bilmayman deyolmayman. Number 5. Why was he late? Bu nima ish kechikkanti deb o'tgan zamonning gapini qilyapti. Ya'ni qalar vaqtda u kechikib qoldi. U nima ish kechikkanti deb o'tgan zamonning gapini qilyapti. Desa, yana bir odam he may have been busy. Demak, o'tgan zamonda so'ragan bu savolga hozirgi o'tgan zaman shakli bilan javob beryapti. Diqqat qilinglar. Bak muhim gap. He may have been busy. Oldirash bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Shun kechikdi demakchi-ku. Okay? Yoki shun kechikkan bo'lishi mumkin. He may have been busy. Bundan bir narsa chiqdi savoldoshlar. O'tgan zamonda so'ralgan savolga hozirgi o'tgan zaman shakli bilan javob berganmiz. Balkim bundan bo'lgan bo'lishi mumkin deganni ma'no esingizda ching tutaylik. Mana bu ajoyib bir tarixiy davr xarakterli bir muhim bir gap. Mushu videoni bo'lsin, mushu nuqtada to'xtatib qo'yib, men gapni yezib oling. Yezib tamga chaqlab qo'ysangiz arzigidek gapman. Ya'ni o'tgan zamonda ifodalangan savolga hozirgi o'tgan zaman shaklida javob beramiz. Bunda bo'lgan bo'lishi mumkin degan gapni. Ya'ni o'tgan zamonda so'ralgan savolga yana bir qatim desam, qarasangiz, bu nima ish kechikibdi deb ashu o'tgan zamonda gapni qilyapti. Yoki o'tgan zamonda so'rayotdi bu gapni. Javob berib uchun menda javob berdi ekan, men hozir degandek hozirgi o'tgan zaman jumla shaklida javob berdi ekan. Bunda bo'lgan bo'lishi mumkin deb. He may have been busy. U aldirash bo'lgan bo'lishi mumkin deb. Chunki boshqa yo'l yo'q. Ya'ni sen tunugun nima ish anda qilganding deb so'rab qolsa, siz nima javob berdi ekansiz hozir degandek, hozirgi o'tgan zaman bo'yicha masalan men bundan qilgan bo'lishim mumkin, shu bunda qildim degandekchi. Buni tushunishmi? Okay? I'm not sure. Men bilmayman deyolmayman. Number 6. What was he doing? U nima ish qilib etibdi ekan degan o'tgan zamondagi davomlashayotgan zaman bu. Ya'ni o'tgan davomlashayotgan zaman. O'tgandagi ma'lum bir vaqtda u nima ish qilib etibdi ekan demakchi-ku.
Buningmi habarga o'xshash o'tgan, kutgan, lekin davomlashayotgan. Yadingizda bor oldingi soatda men o'tgan, kutgan, davomlashayotgan zamonni misol berdim, ya'ni u bilan uchrashqandingiz, o'tgan, kutgan, davomlashayotgan zaman bilan. O'tgan, kutgan, davomlashayotgan zaman, o'tgan, kutgan, davomlashayotgan zaman deyman, hozirgi kutgan, davomlashayotgan zaman. Hozirga nisbatan kutgan, lekin davomlashib kelib kutgan bir ma'nosi bor. Demakchi, agar o'tgan davomlashayotgan zaman da so'ralsa bir gap. Hozirgi kutgan davomlashayotgan zaman shaklida javob berar ekanmiz. Masalan, bu nima ish qilib ketgan deb so'rasam 6-rasmda. U balkim o'qiyotgan bo'lishi mumkin. He deb javob beramiz demakchi. Okay? He may have been reading. Ya'ni davomlashayotgan degan narsani parallel keltirish uchun savolda o'tgan davomlashayotgan zamonda so'ragan bo'lsa, javobda hozirgi kutgan davomlashayotgan zaman shaklida javob berdi demoqchi men. Okay? Ishqilib tushundingiz, men buni qayta yana da'vatsam qaymoqtirib o'tishim mumkin, shunchalik bu gapni. Okay, qog'inni oldingi darsga qaytib berib, qayta ko'rsangiz bo'ldi yoki men gapni sal keyinga yandirib ko'rsangiz bo'ladi. Agar yana tushuniksiz o'qib qolsanganda, shu videoning tagidagi inkas yozgan yerga savolni yozib qo'ysangiz men javob bermayman. Okay? Qisqasi, what was he doing? U nima ish qilib ekan? He may have been reading. U o'qiyotgan bo'lishi mumkin deydi. Okay? Yoki u balkim o'qiyotgan bo'lishi mumkin degandek. I'm not sure. Men bilmayman deyolmayman. Xo'shundasi yuqorqi og'zaki mashqlarni qandaq, ya'ni bo'ldi qilmay, o'z oldingizga bir ko'rib chiqqaysiz. Debli biz qandaq yozmish mashqlar ketib qolgan. Written exercises. A qismida read the conversation in lesson 131 again. 131-darsdagi dialogni qayta o'qing degan gap qilmoq. Okay? Then answer these questions. Andin savollarga javob bering deydi. 7 dona savol ekan, men birinchisiga javob bermay, qolganiga o'zingiz javob berasiz. Nima demoqchi men mashqninki maqsadida, talabida qayta o'qing deydi-ku, dialogni qayta o'qimasangiz javob berolmaysiz. Qarang, birinchisi. Is Martin talking to Gary? Martin Gary'ga gap qilyapti degan gap. Okay? Is Martin talking to Gary? Yes, he is. Deymiz buning javobi. Yes, Martin is talking to Gary. Yoki yes, he is talking to Gary desak bo'ladi. Okay? Albatta ikkisi paralellashayotgan bir gaplar yuqorida biz ko'rgan dialogning mazmuni. Yes, he is deymiz qisqasi. Qog'ini o'zingiz qilib qoldi. Okay? Hargiz sal qaramag'aysiz savolashlar. Agar ingliz tili sizga lozim bo'lsa qandaq, mening unda jiq deyishimning hojati yo'q. Cho'qim mashqlarni ishlatmag'aysiz. Okay? Number B. Yoki exercise B qarang. Answer these questions. Buni savollarga javob beringlar deb qarang. Example. Yoki examples. Do you think she is Danish? deb so'radi. Sizcha u Daniyalikmi degan gap-ku. Degan gapga bizga tirnoq ichiga Swedish deb berib qo'yadi, quliqimizga pichirlagandek-ku. Swedish deb. Qarang. Javobni bunday berganmiz. I'm not sure. Men jazmlashtirmayman yoki men bir nima deyolmayman deb bo'lib, she may be Swedish. U balkim shvetsiyalik bo'lishi mumkin deydi. Ya'ni, do you think she is Danish deganga biz javob berganmiz. I'm not sure. She may be Swedish deb. Yana birisi. Do you think she was Danish? Sizcha u Daniyalik mitti deb o'tgan zamonda so'rayapti. Unda javob beramiz. I'm not sure. She may have been Swedish. Men bir nima deyolmayman deb. U balkim shvetsiyalik bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Ya'ni u Daniyalik mitti deb o'tgan zamonda so'raganda burun ashtam mitti demoqchi. Siz qo'pib u shvetsiyalik bo'lgan bo'lishi mumkin deb balki hozir kutgan zamonda javob berdi ekansiz. Buni biz ko'rib olgan jumla shakli ta'sir emas. Xo'sh, unda olsa qanday? Tuvandagi 10-20 dona mashqni o'zingiz ishlaysiz. Albatta birinchisini mashqlab bilmay qarang.
Do you think they are Canadian? Cevap. Kulağınızı piçirlap Australian da. Do you think they're Canadian? Cevap. I'm not sure that bulup. They may be Australian dedik. They may be Australian, okay? And the was birini işlep biraya qağını özünüz işten qaram. Ma birincisi are to hazır addi zaman şekli ama hazır zaman şekli. Was birini işlep biraya qaram. Do you think she was a dentist? Sizce o tish doktorimitti deb o'tgan zamonning gapini qoldi. O'tganda ishtamiddi deb so'rag'anmiz. Shunaqa. Men deb javob bermay, ulgiga asosan I'm not sure deb ekan boshda deb bo'lib, she may have been a doctor dedim. She may have been. Ya'ni o'tgan oddiy zamonda so'ralgan savolga hozirgi bitgan zamonda javob berdim. Balkim bundamda do deb. Yoki bundamda bo'lgan bo'lishi mumkin degandek. Okay? Sal g'ayri tuyulishi mumkin bo'lib, o'tgan zamonda so'ralsa, nimishqa hozir bitgan zamonda javob bermaydi degan ma'nosi sal g'ayri tuyulishi mumkin, lekin qiynab qolasiz. Ingliz tilidagi ifodalanishi shunday qanday. O'tgan zamonda so'ralsa bir narsa, bir savol. Uning siz balkim bundaq to deb javob bermoqchi bo'lsangiz, hozir bitgan zamonda javob berasiz, okay? Qolgani o'zingiz tiqib qoldi savoldoshlar. Yana ko'p rahmat sizningki mushu sabr taqat bilan darsga agishib kelganingizga oz qolib qoldi. Ozroq chidasangiz, inshaalloh yana 10 dars qolib qoldi. 10 darsdan keyin qanday birinchi qism tugaydi. Deb bugungi darsimizni oxirlashtiraylik. Ko'p rahmat. Keyingi darsda ko'rishaylik. Ammo qolgan mashqlar o'zingiz qolib qoldi. Thank you very much. See you tomorrow.